alaykum qadrli obunachilar. Mana xudo xolasa Farg'ona viloyatiga katta molxonaga tomimiz tayyorlayapti. 24 metr enaga bez ustun bez qora yopilish jarayoni hozir qattiq jarayoni bo'lyapti. Ularni hozir qurada tortib bo'lmasligi uchun bo'lib yasab oldik. 3 ga bo'lib xudo xolasa zagotovkalar tayyor. Bir kunda bitib qoladi. Murojaat uchun telefonlarda pastga yozib qo'yamiz. Xudo xolasa bu konteyner mahsuloti bu korobkasi 8 lik. 2 golni ishlatilgan, baquvvat qilingan. Xudo xolasa 3 tonnagacha yuk ko'taradi. Shu turishimiz hozir 12.65 razmer. Murojaat qiladigan bo'lsalar o'zimizda arzonroq chiqadi. Nimagaki biz o'zimizda sex bor. O'zimiz sexda ishlab chiqariladi. Materiali birinchi qo'l. Hali yog' bo'lmagan. Xohlasa murojaat qilaverasizlar, telefonlar javob berishadi. Mana seximiz Andijon viloyati Asaka tumanida joylashgan.